Bir kuni Starbucks kompaniyasining sobiq rahbari Говард Шульц mijozlarining juda qattiq jahlini chiqardi. U sotuvdagi pozitsiyalardan bir nechtasini olib tashladi. U bu narsani navbat tezroq yurishi uchun deb izohladi. Aslida esa buni tagida qattiq hisob-kitob qilingan marketing uslub yotar edi. Bir kuni Amerikada tadqiqot o'tkazishdi. Bir rastaga 26 xil marmelad joylab, ikkinchisiga 6 xil marmelad joylashdi. 26 xil marmelad turgan joyga insonlar juda ko'plab kelishdi, lekin atigi 3% gina xarid qildi. 6 xil marmelad joylashgan rastadan esa 30% xaridorlar xarid qilishdi. Bu nima degani? Katta assortiment faqat sizga mijozni jalb qilish uchun kerak, xolos. Lekin sotuv uchun esa sizga kam sonli bo'lgan aniq va lo'nda taklif kerak. Esingizdan chiqmasin. Kamroq va sifatliroq bu ko'p assortimentdan ancha yaxshiroq degani. Marketing haqida shunday saboqlarni chuqur egallab, biznesda boshqaruvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, Sorbonne universitetida o'qing. Biz sizni 2-kursdanoq o'z yo'nalishingiz bo'yicha ishga joylab qo'yamiz. Ko'proq ma'lumot uchun kommentga plus belgisini qoldiring.